yaxshilab e'tibor beringlar akalar. Xitoy podelka samakleyish abuy degani mana bunaqa narsa bo'ladi. Tushamayapti. Ana qarang, umuman yopishmayapti. Videoni ko'rdinglar. Bugun sizlar bilan samakleyish abuy original bilan poddelkasini farqini ko'rib chiqamiz. Boya ko'rganingiz poddelka edi. Mana men sizga originalni obzor qilib ko'rsatib beraman. Olib keling yaqinroq. Mana ko'ryapsizlar. Yopishtirib sinab ko'rdik, endi sizga ham ko'rsataman. Mana. Yopishqoqligini mana. Ko'rsanglar bo'ladi. Endi yoyib yerga yopishtirib ko'ramiz. Xullas, endi mana yopishqoqlik imkoniyatini, darajasini qanaqaligini bilamiz. Mana mijozimiz bilan xolisona sinab ko'ramiz. O'zlari tortib ko'radilar. Endi videoda xiyla ishlatamizmi yo'qmi o'zingizlar ko'rasizlar. Xolisona odam o'zlari ham uylariga shunday qo'yganlar. Aka, bitta tortib ko'rsatib bering shuni. Yopishqoqlik imkoniyatini sinab. Mana o'shalar. Bor kuchingiz bilan tortavering. Torting yana. Bo'shab torting bo'lmasa. Ko'ryapsizlar. Sifat ideal darajada yopishqoqligini ko'ryapsizlar. Uylarga qo'yadigan bo'lsanglar, tashib yorib otib yuboradigan muammosi bo'lmaydi xullas. Originali mana shunaqa bo'ladi. Originallarini qayerdan topaman deydigan bo'lsanglar, To'qlitomga murojaat qilasiz, pastda nomer qoldiraman yoki bo'lmasa Telegram kanalimizga o'tib oladigan bo'lsanglar, original samakleyish bo'ylarni qolaversa, boshqa umuman uyingizga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasini topsangiz bo'ladi. Videoni samakleyish olaman deb bergan tanishlarga dang-dang etib jo'natib qo'yinglar. O'zingizga kerak bo'ladigan bo'lsa, kelaveringlar.